Faqatgina ovqatni bilsa bo'ldi. Faqatgina pishirig'i bilsa bo'ldi. Faqatgina shu xolosmi? Inson-ku, ilm bilan inson-ku inson. Faqat oshqozoni bilan inson emas-ku. Ajib hayron qolasiz, hozir bir joyga sovchilikka borsa yigitlar, eng yomoni, dahshatli gaplashsak soat asr bo'lib ketsa kerak-ku, mashalloh. Ikki tarafda ham muammolar ko'p-da. Qizni uydagilar, kuyov necha yoshda deydi. Qarang, taqvoni ham so'ramaydi. Ibodatni ham so'ramaydi. Necha yosh? 2000-yil. Akila 2000-yil bola, yosh bolada, to'g'rimi hali? Katta bo'lib qoptilar deydi. Qanaqa bo'lishi kerak? To'g'riroq domdan kelish kerak bu bola. Yo'q, qanaqa bo'lishi kerak bu uchun? 25 yoshli bolani yosh katta bo'lib qopti deyilsa, bu qanaqa manzilat bo'ldi? Kuyov uylarda sanuzel yaxshimi? Spannilar yumshoqmi? Qizimiz botib qolmaydilarmi yotganda? Ayni bu uyatli gaplarda. Taqvo qani, ibodat qani, u uyda sharoit bormi ilmga? Qizimizga zulm qilmaydimi? Payg'ambarimiz alayhisalom taqvodordan kesib bergin degan ekanlar. Shunaqa taqvodormi yigit? Masjidda o'rni bormi? Masjidda o'rni bormi degan savol ro'yxatda bo'lsa kerak-a. So'raydi biror kishi, masjidda o'rni bormi bu yigitni? Masjidda jamoat taniydimi? Imom taniydimi? Aka tanimaymiz-da. Mahalladagi ayrim yigitlarni taniymiz, ular ham uylangan. Endi ishi yo'q-da. Lekin bo'ydoqlarni tanimaymiz. Rasmini ko'tarib, "Qor aka, shu mahallangizda yashaydim" desa, kim bu deysiz-da? Jamoatga chiqadimi? Yo'q deysiz. Nimaga? Uni o'rni boshqa joyda bo'lib qolganda. Muammo ko'p akalar. Endi kuyov tarafda qiz savonga qiladigan muammosi. Qizni so'raydi. Chiroylinglar. Faqat chiroy bilan ish bitadi-da hozir. Yigitlarning miyasi faqatgina shu bilan band bo'ldi. Nimaga? Instagram ko'raversa, shunaqa bo'lib qoladi oxirida. Taqvo, iffat so'ralmaydi. Qo'llarida qanday bir ishlari bor? Bir pishiriq biladilar. Kir yuvish biladilar. Asosiysi o'zlari bilan borganda parda, gilam, kir mashina olib boradilar. Shunaqa muammolar. Qizi uyi, uni devori, uni eshigi, tomi, shunaqa muammolar qoldi. Demak, biz pastroqdan to'g'irlab kelishimiz kerak ekan. Muammoni ichkariroqdan to'g'irlab chiqishimiz kerak ekan. Agar shu muammodan to'g'irlab chiqilsa, keyin qizlar tiriklayin ko'milmaydi. Abort qilinmaydi. O'rnini topadi. Maktablarda yaxshi o'qiydi. Iffat bilan o'qiydi. Agar bo'lmasa, ishoning, juda ham qiyin muammolar. Borgan sari qiyinlashib boraveradi. Qiyomat payg'ambarimiz alayhisalom aytganlarida juda qattiq ogohlantirganlar, o'sha alomatlar sekin-sekin sizila boshladi. Sekin-sekin chiqish boshladi. O'shaning uchun biz bu dunyo hayotida Alloh buyurganini yashashimiz kerak.